Gazi İbrahim Axun Damolla Turpani. İbrahim Axun Hicriye 1286 yılı, yani miladiye 1869 yılı Sayfullah Axun isimlik bir cemaat erbabının ailesinde doğulgan. O doğuluştan sel ilgiri Tungalla Turpanni işgal kılıp, Toqsunni bazı kılıp durup, Tangritağның janubidagi Tarım oymanlıqida yaşayotgan Uyg'urlarni bulang-talang qilayotgan edi. O bir yoshga kirganda bütün Tarım vodisini o'z ichiga olgan Qashqariya hukmroni Ataliq G'ozi Yaqubbek mazkur boshboshdoq tungallarni adaplash uchun 1870 yili yozda Qashqardan zo'r qo'shin tortib shimolga yurish qilgan. U oldi bilan Turpan oymanlıqıga yetib berib, 6 ayga so'zilgan muhasir jingi orqali tungallarni mag'lub qilib, shu yilning noyabr oyida Turpanni ishg'ol qilgan. Orqadilla Urumchiga yurish qilib, oldi bilan Davanching qal'asini olgan. Ondan Urumchiga tegish qilgan. Uzoq o'tmayla Tungan qo'shinlarining sardori Davud Xalifa, ya'ni Tudelin mag'lub bo'lib, Yaqubbekka taslim bo'ladiganligini bildirgan. Buning bilan Ili va Qumuldan boshqa Uyg'ur vatanining shimoliy qismidagi ko'p qism rayonlar Yaqubbekning hukmronligi ostiga o'tgan. Turpandagi 6 oylik qo'rshab hujum qilish jarayonida xato ilingan top o'qida yaralangan Buvoq İbrahim mo'jizlarcha hayot qolgan. Yuqorqi 7 yil ichidagi yig'iliqlar va uningdan keyingi Manchingning taqiblik qattiq siyosati natijasida İbrahimli emas, Turpandagi barliq Uyg'ur bolalari boshlang'ich saviyadagi ta'lim-tarbiyalar va hunarlardan asosan mahrum qolgan. Shunlashqa Turpandagi Uyg'urlar orzuliq farzandlari dinni o'qish uchun Korla, Aqsu, Qashqar, Yakan va Xotan qatorliq joylarga avatibli qolmay, hunar kasb va fanniy bilimlarni o'rgatish uchun Cho'chak, G'ulja va Toshkent qatorliq joylarga avatgan. Sayfullah Axun o'g'li İbrahimni dastlabda Korlidagi, ondan keyin Kuchardagi o'lima tonishlarining yeniga dinni o'qishga avatgan. İbrahim 6 shahardagi mazgilida nuqul dinni bilimlarni tugutibli qolmay, Molla Musa Sayrami qatorliq tarixchi olimlardanmi ta'lim olib, tarix, jug'rofiya va falsafa qatorliq fanlarda yetishib chiqqan. U 1903 yili Qashqardagi Xonliq oliy madrasasini a'lo natija bilan bitirib, shahodatnoma olgan. Mazkur shahodatnomaga o'limalarning sultoni deb hurmat topgan Qashqarning cho'ng dinni peshvosi Bahovuddin Maqsum, Abduqodir Damollam, Yaqub Damollam va boshqa uni o'qitgan ustozlarning muhri besilgan edi. Ayni chog'da bunchalar ko'p donglik dinni zotning muhri besilgan oliy shahodatnomaga erishish cho'ng sharaf bo'lib hisoblanadi. U tafsir, hadis, fiqh, usuliddin, miros ilmi, arab tili grammatikasi, stilistika va boshqa arab islom fanlarida dars o'tish salohiyatiga erishgandan keyin Turpandagi Xonliq Xo'ja madrasasida uzun yillar o'qituvchilik qilgan. U 1903 yildan 1933 yilgacha bo'lgan 30 yil ichida yangi bir avlod inqilobiy ongga ega jasur avlodlarni yetishtirib chiqqan. Natijada 1931 yili Qumulda boshlangan milliy mustaqillik inqilobi 1932 yilning oxirida Turpanga yetib kelganda, uning qo'lida ta'lim olgan dinni taliblar Turpan qo'zg'olonchilarining tayanch kuchiga aylangan. 1931 yili atiyozda Qumul xalqi Xo'janiyaz hoji boshchiligida Jinshurin hukumatiga qarshi qo'zg'olon ko'targandan keyin Kangsudagi Majungning Qumulga kelib, Xo'janiyaz hoji bilan birlashib Jinshurin askarlariga qarshi urushgan. Ammo urushda mag'lub bo'lib, Kangsuga qochib ketgan.
Xo'janiyaz hoji tuzlanglikdan chekinib Qumul tog'lariga chiqib Mongoliya va Sovet ittifoqidan yordam elib Jinshurun askarlari bilan davomli urushgan. Aradan bir yildan ko'proq vaqt o'tganda Majuniyning Fuguani Mashimin Xo'janiyaz hojining yeniga kelib turgan. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin u Tursun Tömür qatorliq 30 ga yaqin odam bilan billa Xo'janiyaz hojining ruxsatini olmayla orqa yo'l bilan Pichonga kelib Xo'janiyaz hojining xati degan bir parcha yolg'on xatni ko'tarib olib xalqni qo'zg'ab 1932-yili 12-oyning 2-kuni Pichon nahiya bozorini ishg'ol qilib olgan. Jinshurun Pichonning qo'ldan ketganligini anglab, Shunfayu degan Lüjanga qattiq tozala deb buyruq bergan. Odam o'ltirishda jallodlik bilan nom olgan Shunfayu buyruqni topshirib olish bilanla Chigichingizdin oq o'rislar boshlig'i Jallod Bapingotni elib Pichonga berib, xalqni o'q tutgan. Minglagan odamni qirib, Pichonni qonga bo'ygan. Uyg'urlarga ancha tonish bo'lmagan bu qitimliq zo'r qirg'inchilikda İbrahim Axun Damollammu o'zining yuzlarcha o'quvchilari bilan birlikda Pichonni mudofaa qilish yo'lida mardlarcha shahid bo'lgan. Urumchidan Jinshurun qo'zg'olon ko'targan Turpan xalqini bostirish uchun Urumchidan 800 askarni Turpanga yo'lga selish bilan tang Gochung va Pichondagi qo'shinlarga Turpan xalqini bostirish to'g'risida buyruq bergan. Bu qo'shinlar Turpanga aslida taraf-tarafdan birli vaqtda yetib berishni maqsad qilgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur qo'zg'olonchilar Gochungdan qurolliq askar kelayotganligidan oldin xabar tepib, ularning oldini to'simiz deb to'sib bo'lolmay, Turpan shahriga qaytsa, ular Turpan qo'ldan ketibdi deb xato tushunib, Gochungga qaytib ketgan. Dal shu kuni Urumchidan kelgan askarlar Udul Turpan yangi shaharga kirib, hujumga o'tgan bo'lsa-mu, bir kun urushibla tarmar bo'lg'ichi bo'lgan arliqda Turpan Koni shahardagi Mafumun Lüjang hech narsadan xabarsiz odamdek sepil ichiga solinib yotgan. Uyg'ur qo'zg'olonchilar Koni shaharga hujum qilgan 2 kun ichida, ya'ni Mafumun qurollarini topshirayotgan chog'da Pichon xalqining qisosiga bo'g'ilgan Shunfayu Pichondan askarlarini boshlab Turpanga kelib etib, Turpan bozoriga 30 kilometr keladigan Ostonaga kelganda askarlarga sizlar yurt ichidagi harbi yo'li bilan menganglar deb buyruq berib, o'zi bir necha askar boshliqlari bilan kichik avtomobilda Saydagi tuzlang orqali Turpan bozoriga mangan. U 10 necha kilometr yo'l yurib Saylangar degan yerga borganda o o'lab yurgan 2 Uyg'ur merganning ko'ziga cheliqib qolgan. Merganlar darhol o'zini daldiga elib, avtomobil yaqin kelganda avtomobilning chaqini qorga elib etib, chaqning kamirini teshib etgan. Avtomobil mangolmay to'xtab qolgandan keyin avtomobil ichidan Shunfayu boshliq 6 kishi qo'lini ko'tarib tushgan. Merganlar ularning qurollarini tortib elib, avtomobiliga o't qo'yib etib, ularni Turpan bozoriga piyoda haydab borgan. Xalq ommasi ularning Pichon xalqini, jumladan shahid İbrahim Damollam va uning o'quvchilarini qirgan jallod Shunfayu va uning yaloqchilari ekanligini bilib, ularni ko'cha aylantirib, ondan miltiq bilan etib o'ltirgan. Shunfayuning askarlari bo'lsa, Turpan bozoriga ketgan boshliqlardan xabar ololmay, ahvolni tinglab boqqan. Shuningdimi hech bir xabar ololmagandan keyin Turpan qo'ldan ketibdi degan faraz bilan orqasiga qaytib ketgan. Yig'ib aytganda, Jinshurunning Turpanga 3 tarafdan keladigan harbiy qo'shini birli vaqtda kelib birlashalmagan. Chunki u chog'larda qatnash sharoiti nachar, xabarlashish saymonlari yo'q edi. Agar baxtga qarshi 4000 askar Turpanga birli vaqtda kelgan bo'lsa, Turpan o't dengiziga aylangan, Uyg'ur xalqi
butunlay qirilib ketgan bo'ladi. İbrahim Damollamdek ma'naviy rahbarlari bor Uyg'ur xalqi va Uyg'ur fidoyilari o'limdan qo'rqmaganlikdan oxirgi g'albiga erishib qolmay, yana qirilib ketgan yurt oqsoqollari va diniy peshvolarining intiqomini olgan. Ana ashu shahidlar badaliga kelgan mazkur qo'zg'alon 1933-yili 2-oyga kelganda Tarim vodisiga ta'sir qilib, shu yili 12 noyabrda g'albi mevasi bo'lgan birinchi qitimliq Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati Qashqarda qurilgan.